Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Biz bugun birinchi darsligimizni Xudo xolisa boshladik. Hop, bugun nima haqida gaplashamiz? Bugun o'sha realni ishlaydigan, anotatsiyaga men o'zim hech qayerda ko'rmagan, YouTube'da ham yo'q ma'lumotlar berishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Ya'ni hech qaysi bir O'zbekistondagi treyderda men buni bunaqa ishlaganini ko'rmaganman, ochiq gap. Balki bordir, lekin men o'zim hali ko'rmadim. Bo'lsa tashlab Hop, graduslar bo'yicha ishlash. Ya'ni o'zi bu qayerdan kelib chiqqan graduslar bo'yicha ishlash. Ganna degan treyder bo'lgan. O'sha Ganna degan treyder strategiyasi bu. O'sha strategiyasi haqida ozgina ma'lumot berib ketaman. U adashmasam o'sha 1950-chi yoki adashmasam 1940-yillardagi bo'lgan treyder adashmayotgan bo'lsam. Adashmayotgan ekanman, shunaqa 1950-1940-yillardagi bo'lgan treyderlar analiz ekan. Hop, necha yilda bo'lgani bizga qiziq emas, muhimi ishlab bersa bo'ldi. Muhimi sizlarga qo'ldan kelgancha yaxshi tushuntirib bera olsam bo'ldi. Hop, unda boshladik. Ko'plar yozibdi, ya'ni o'sha non farmdagi qo'ygan zoningizni nimaga asoslanib olgansiz? Ya'ni bu yerda hech qanaqa o'ribing yo'q. To'g'ri, mana bitta o'ribing bor ekan. Mana bitta impuls boshlangan joy bor ekan. O'ribing yo'q, ya'ni buni nimaga qarab olgansiz degan savollar bo'lgan. Shu savollar haqida ozgina javob berib ketaman. Buni menga qarab aniq olmaganman, chunki buni ko'rishinglar mumkin. Buniki ozgina mana pastroqga to'g'ri keladi. Mana buni o'ribing ozgina pastroqga to'g'ri keladi. Men mana bitta olganman. 61.900 dan olgan edim. 62 dan bozor qaytib kelgan. Xo'p, buni qanaqa olganimni sizlarga tushuntirib beraman hozir. Mana bu svechani ko'ryapsizlar. 2733 to'g'rimi? 2733 aniq ko'rib olaylik. 2734 ekan. Xo'p, qaranglar. 2734 to'g'rimi? 2734 olaman, ilzostiga olaman. 2734 ilzostiga oladigan bo'lsam 52 kelib chiqadi. Nima uchun ilzostiga oldim? Hozir men tushuntirib beraman. Sababi bu graduslar bor. Ya'ni buni o'shaning strategiyasida o'sha shaxsan graduslar bor. 360 gradus, 315 gradus, 270 gradus, 225 gradus, 180 gradus, 135 gradus, 90 gradus, 45 gradus, 22.5 gradus. Ya'ni mana shu graduslarning orasida bozorda harakat bo'lishi mumkin. Как Fibonacciga o'xshagan bu ham, lekin Fibonacciga qaraganda ancha samaraliroq ishlashiga men o'zim javob bera olaman. Xo'p, ilzostiga oldik 2734, chunki strategiyada shunaqa ko'rsatilgan. Endi harakatning zonalar bor. 22.5 gradus bor, 45 gradus bor. 2734 to'g'rimi? 2734 ilzostiga oldim, 28 chiqdi. Ya'ni 45 gradusda agar men bozordan tepaga ketishini, agar men qo'yadigan o'ribing tepada bo'ladigan bo'lsa, har doim men plus qilaman. Agar men pastga o'ribing qo'ymoqchi bo'lganimda men minus qilardim. Ya'ni aynan mana shu zonada men ko'tarildi. Ya'ni bu ko'tarilib qattiq berish mumkin tepada. Men misol uchun hali bu men yog'ini ko'rmayman. Agar shu kanalda ko'rgan bo'lsanglar, men yog'ini ko'rmasdan turib tashlaganman. Ya'ni men aytmagan. Ya'ni menda holi bo'lgandan keyin chizmaganman demoqchiman bu gapim bilan. Soat 4:30da kanalga tashlagan. Menda qilib chizilib tashlagan. O'shanda analiz qilayotgan paytim hozir men mamtro deydi. Aytgan bo'lsam, mana mamtro deydi. Mashtroda analiz qildim. Mashtroda o'sha vaqt analiz qilganman. Hop, 2734 ilzostiga oldim. 2734 ilzostiga olganimdan keyin menda tepaga harakat bo'lgani uchun men qo'shaman 0.25 ga. Ya'ni har bitta bu yerda gradusda o'zining soni bor. 22.5 gradusda masalan 0.12, 45 da 0.25, 90 da 0.70, ya'ni mana shunaqa sonlar bor. U sonlarni agar to'liq bilmoqchi bo'lsanglar, uni nima bitta darsni o'zida emas, yana kanalda aktiv bo'ladigan bo'lsangiz, darsni o'rgatib ketaveraman. Hop, plus 0.25 qo'shaman, qaranglar. Plus 0.25 to'g'rimi? 52.28, ya'ni bu o'sha eng pastdagi minimumdan olayotgan sonimni ilzostiga olganimda 52.28 chiqdi taxminan. Plus 0.25 qo'shdim. Qo'shganda 52-53 bo'ldi. Endi buni kvadratga oshiraman. Kvadratga bitta oshiramanda, bitta plus bo'lsa degan bo'lsam 2760-20 zonani menga ko'rsatib beryapti. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda 2760 dan ham qaytib bermagan, lekin 62 dan bozor qaytib bergan. Men qo'ygan o'rnini 2761. Ya'ni yana ozgina teparoqga qo'ygandim. O'shani hisobiga, ya'ni ishlayotgan narsasi, ya'ni bu yerda o'sha chiqayotgan graduslardagi chiqayotgan zonaga aynan bozor o'sha joyga tegib, bozor orqaga qarab qaytib beryapti. To'g'ri, orada 1-2 kun razilya bor, lekin ideal bu yerda menimcha ishlab bergan. Yana bilmadim to'g'risi. O'sha birinchi o'rinda qiladigan ishinglar o'sha eng pastdagi minimum ilzostiga olish bo'ladi. Agar tepadan harakat qilayotgan bo'lsanglar, qo'shasizlar, pastdan harakat qilayotgan bo'lsanglar, ayrasizlar. Birinchi ilzostiga olasizlar, o'sha gradusdagi sonlarni qo'shasizlar, ayrasizlar, kvadratga oshirasizlar. O'shandagina zona kelib chiqadi. Mana o'zingizlar ko'rdinglar, 2734 ilzostiga oldim, 0.25 qo'shdim, sababi 45 gradusda harakat bergani uchun. Ya'ni 45 gradusda harakat berish ehtimoli borligi uchun. Endi nima uchun 45 gradusda harakat borligi uchun men sizlarga endi tushuntirib beraman yog'ini hozir. Hop, 0.25 qo'shdim, 0.25 qo'shganimdan keyin kvadratga oshirgandim, menda 2760 zona kelib chiqdi. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, mana kalkulyatorda ham turibdi.